Tez chiqsang iloyim. Rozimasman? O'g'lim, senga shunaqa tarbiya berganmidi? Bolalarni bo'lsa, Ming la'nat. iflos ekansan. Mansabingdan foydalanding, nomard. Xudodan qaydani hali. Haromxo'r. Iflos ekansan. Sani ham ona tuqqan o it. Bilib qo'y, bu mansabni boylab bermagan. Juvor nima qilibding-ku? Hali qarab tur, teshib chiqadi. Savol javobini o'ylav dunyoda. Iflos. Senga tarbiya bergan ota-onangga ming la'nat bo'lsin. Bolalaringdan qaytsin. Sen iflos odam emassan. Bolam, sendan rozi emasman. Nima qilyapsan-e? Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima o'g'irlarga o'xshab turibsan? Opam kelgandilar uyga, jiyanlar bilan. Ha. Tog'a kelishingizda shokolad olib keling dedi. Yonimda pulim yo'q edi. Uxlab qolishsa kiraman deb kutib turdim aka. Aksiga olib uyda ham yo'q-da. Nima deysan endi? Erkakchilik bo'lib turar ekanda. Qara, mani magazinga olib chiqib kela olasanmi? Benzinim kamda aka. O'mazga qo'shningman-ku. Bo'pti, jiyanlaringga shokolad olib beraman. Bu boshqa gap. Da. Tani ham ovora qildimi tashtirib? Ovorasi bormi aka? Aptekaga kirib chiqing. Tezroq chiqing faqat. Jiyanlar uxlab qoladi-da. Voy mazgi. Alisizlar. Xo'p, bu senga. Bunisi senga. Rahmat tog'a. Yana nima olib keldingiz? Mana men bilan olib keldi. Sizlar uyga kirib turinglar, hozir kiraman. Xo'p. Po'la qolib qo'lim olib ketdi. Nima deysiz, aka? Ol mamini. Uyga degandingiz-ku. Sani uyingga-da. Nimaga men bilan Aptekaga chiqqan edim. Ol. Jiyanlar xursand. Davay. rahmat aka. Bitta narsaga hayron qolyapman-da. Pul odamlarni o'zgartirib tashyaptimi? Yoki asl yuzini ko'rsatib beryaptimi? Ajoyib-a? Shadvatda menga. Palakat. Aka, mahallani ichida turgan mashinani uryapsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ming bor uzr, telefonga chalib ko'rmay qolman. Xo'p, nima qilamiz endi buni? Xos. Mana $200 aka. O'z to'g'ri to'larsiz. O'tda shoshotdim aka. Motor uchun mayli faqat. Uzr aka. Nima kulyapsan? O'rtoq, sen kelishingdan oldin kelining telefon qiluvdi. Alo. Assalomu alaykum. Onasi. Adasi bilaman, hozir sharoitimiz unaqa yaxshi emas, lekin oyijon dorilarini olmasangiz bo'lmaydi. Vaqti-vaqtiga kuni-kuniga ishlari kerak. Faqat siqilib qolmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tushundim. Xo'p, rahmat. Oboraman.
Sendan boshqa kim yordam beradi menga? O'zing yetqaz. O'rta dori $150 turadi. Banfer bo'lsa 2000 so'mga tuzalar. Ortig'i bilan berdi. Ketdik. Xormay aka, Kelinglar. ikkita qiyma shashlik qo'yib yuboring. Hozirda. Hozir bir minut. Aka, pishgandan keyin iloji bo'lsa maydalab bering. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p, aka. Rahmat. Nima deyotganding? O'rtoq, maydalab bering deysanmi? Tinchlikmi? Bu shashlik menga emas-da. Hop, kimga bo'lsa ham butun olsang bo'lmaydimi? Shashlik onamga-da. Oyingga? Ovqat yeyolmayaptilar. Qiynalyaptilar. Boya ishdaligimda telefon qilib, bolam kelishingda shashlik olib kelin, Rossiya yegim keldi dedilar. Bizani hech kimdan kam bo'lmasa, yaxshi yashasa, hayotda qiynalmasin deb hayotda har qanday qiyinchiliklariga chishib o'tgan onammi? Endi yumshoq pishgan qiyma shashlik ham tishlari o'tmayapti. Mana aka, Rahmat, baraka toping. kelib turinglar. Tishimiz chiqmagan paytda bizga chaynab berishardi. Endi bizani yalovayni. To'g'ri aytasan. Ketdi, ish bitmadi. Nima bo'lyapti? Nima asabiylashyapsan? Ayol kishidek o'rtoq ishimni bitirib bera olmayapti. Erkak kishi bo'lganda davnim ishim bitgan bo'lardi, o'rtoq. O'zi bunaqa joylarga ayol kishini ishga olib nima qilishadi, o'rtoq? Tovuq miya-ku-la. Echa unaqa deyapmi? Tovuq miyani tovuq miya deyish kerak, o'rtoq. Hamma ayollarmi? Hamma ayol kishi tovuq miya. Befarosat bo'ladi. Ketdik. Seningchi? Nima? Opang, ayoling. Tushunmadim. Mana shu tovuq miya deyotgan ayollarning orasida oying ham bormi-la? Nima deyapsan? O'zingni bos o'g'il bola, gapni o'ylab gapirish kerak. Anima, sani oying, sening, opangdan tashqari hamma tovuq miyami? Ha? Bular ham kimdir sinisidir, ayolidir. Noto'g'ri gapirib qo'ydimi? Mutaxassisdir, ishlayapti. Tushunmasa tushuntir. Sani ayoling ham ishlaydi. Oying o'qituvchilar. Ha? Ularni ham tovuq miya deyishsa ko'tara olaysanmi? O'g'il bola, oyingni tarbiyasini olganing uchun, ayolingni senga bo'lgan ishonchi uchun mana shu yutuqlarga erishyapsan. Shunda sen motivatsiyani befarosat, tovuq miya ayollardan oldingmi? Noto'g'ri gapirding. Uzr endi. Bashariy gapiradigan odatim bor. Achchiq bo'lsa ham. Noto'g'ri gapirdim, o'rtoq. Tushungan bo'lsang xursandman. Ketdi.